Donald Trump yarim tun bolg'asini e'lon qildi. Eron yadro obyektlari yo'q qilindi. Ukrainadagi urush robotlar va dronlar qarama-qarshiligiga aylanib bormoqda. AQSh bosimni oshirdi. Sulh yakuni yaqin. Harbiy ssenariy tayyor turibdi. Eron AQShni sulhni buzishda ayblab Amerika kemalariga hujum qildi. Xitoy navbatdagi qadamni tashladi. Harbiy faollik doimiy bosimga aylandi. Rossiya Germaniyani yana bosimga oladimi? Berlin va Moskva o'rtasida taranglik portlash arafasida. Donald Trump yarim tun bolg'asini e'lon qildi. Eron yadro obyektlari yo'q qilindi. So'nggi soatlarda yuz bergan voqealar shuni ko'rsatadiki, qarama-qarshilik endi faqat mintaqaviy emas, u global siyosiy, harbiy va iqtisodiy tizimlarni bir vaqtning o'zida silkitayotgan keng ko'lamli inqirozga aylangan. Buni birinchi bo'lib Donald Trampning bayonoti tasdiqladi. U yarim tun bolg'asi operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlanganini e'lon qilib, Eron yadroviy obyektlari joylashgan hududlar to'liq yo'q qilinganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, bu joylarni tiklash yoki qazib olish uzoq vaqt talab qiladi. Shu bilan birga Tramp g'arb ommaviy axborot vositalarini, xususan CNNni keskin tanqid qilib, harbiy muvaffaqiyatlar ataylab kamsitilayotganini bildirdi. Bu esa nafaqat harbiy, balki axborot urushi ham qiziganini anglatadi. Yevropada esa siyosiy bosim boshqa yo'nalishda kuchaymoqda. Peter Madziar ochiq bayonot bilan chiqib, agar Benyamin Netanyahu Vengriyaga kirsa, u hibsga olinishi kerakligini aytdi. Sabab mamlakat xalqaro jinoiy sud a'zosi bo'lib qolmoqda va sud qarorlari bajarilishi shart. Bu esa g'arb ichida Isroilga nisbatan keskin yondashuv paydo bo'layotganini ko'rsatadi. Global Janub esa yana boshqacha pozitsiyada. Lulu da Silva AQShning har qanday harbiy aralashuvlarini keskin qoralab, Kuba, Venesuela, Ukraina, G'azo va Eronga nisbatan boshqalarga qarshi ekanini bildirdi. U davlatlarning hududiy yaxlitligi buzilishini qabul qilib bo'lmasligini ta'kidladi. Bu bayonot dunyo siyosatida keskin bo'linish mavjudligini yana bir bor ochib berdi. Iqtisodiy zarba esa allaqachon sezilmoqda. Kuvayt Hormuz bo'g'ozi orqali harakat to'xtagani sabab neft yetkazib berishda fors major e'lon qildi. Bu degani global energiya bozori allaqachon izdan chiqish bosqichiga kirgan. Shu vaqtda diplomatiya ham to'liq yo'qolmagan. Jozef Aoun Livanni qutqarish uchun Isroil bilan muzokaralarni tanlaganini ma'lum qildi. U mamlakat oldida faqat ikki yo'l borligini aytdi. Urushni davom ettirish yoki barqarorlik uchun kelishuvga erishish. Bu esa mintaqadagi ayrim davlatlar endi ochiqcha tinchlik variantini tanlayotganini bildiradi. Biroq harbiy tayyorgarlik ham to'xtamayapti. Isroil yangi tender doirasida 12 mingta FPV jangovar dron sotib olishni rejalashtirmoqda. Bu qaror kelajakdagi urushlar texnologik jihatdan yanada intensiv bo'lishini anglatadi. Ukrainadagi urush robotlar va dronlar qarama-qarshiligiga aylanib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tobora uchuvchisiz tizimlar, dronlar va yerusti robotlarining qarama-qarshiligiga aylanib bormoqda. Bu esa jangovar harakatlar mantiqini o'zgartirib yubormoqda. Bu haqda New York Times yozdi. Ta'kidlanishicha, urushdagi har ikki tomon ham dronlardan foydalanishni faol ravishda oshirmoqda. Biroq Ukraina nisbatan arzon texnologiyalarni ommaviy qo'llashga e'tibor qaratib, odamlar va texnika yetishmovchiligini qoplamoqda. Xususan dronlar allaqachon frontda muhim rol o'ynayapti. Ukraina rahbariyatining hisob-kitoblariga ko'ra, ular frontdagi zarbalarning 80-90% ta'minlaydi. Shu bilan birga yangi yo'nalish yerusti robotlashtirilgan tizimlari ham rivojlanmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiylari allaqachon maxsus operatsiya o'tkazgan bo'lib, unda dushman pozitsiyasi faqat dronlar va robotlar yordamida, piyodalar ishtirokchisiz va yo'qotishlarsiz egallangan. Bir necha oy ichida bunday tizimlar 22 mingdan ortiq missiyani amalga oshirdi. Bu esa harbiylar uchun xavflarni kamaytiradi, deb yozdi nashr. New York Times ma'lumotlariga ko'ra, jang maydonida yangi taktika shakllanyapti. Havo dronlarini razvedka boradi va zarba beradi. Yerusti robotlari o'q-dorilarni yetkazib beradi va hujumlarda ishtirok etadi. Operatorlar esa bularning barchasini masofadan turib boshqaradi. Bunday model asta-sekin an'anaviy piyodalar hujumi o'rnini egallayapti. AQSh bosimni oshirdi. Sulh yakuni yaqin. Harbiy ssenariy tayyor turibdi. AQSh prezidenti New York Post gazetasiga vitse-prezident J.D. Vance boshchiligidagi amerikalik muzokarachilar allaqachon yo'lga chiqqanini aytgan. Shuningdek, u Truth Social'dagi yangi postida Eron bilan tuziladigan yangi bitim 2015-yilda Tehron bilan erishilgan xalqaro kelishuvdan ancha yaxshiroq bo'lishiga ishonch bildirgan. Shu bilan birga AFP qayd etishicha, Islamoboddagi muzokaralarda Eron ishtirok etadimi yo'qmi, bu masalada noaniqlik saqlanib qolmoqda. Muzokaralarning ikkinchi bosqichi bo'yicha rejalarimiz yo'q, ammo bu masala
hali uzil-kesil hal etilmagan, deydi Eron tashqi ishlar vakili Ismoil Baqoiy. U AQShning diplomatiyaga jiddiy yondashmayotganlikda ayblab, AQSh tomonidan sulh rejimi ochiqcha buzilganini ta'kidladi. Baqoiy bunda AQShning Eron yuk kemasiga hujumi va Eron portlari qamali davom etayotganini misol qildi. Donald Trampning so'zlariga ko'ra, sulhni uzaytirish deyarli mumkin emas. AQSh prezidenti 20-aprel kuni Eronga agar sulh muddati yangi kelishuvsiz tugasa, yana bir bor ommaviy hujumlar bilan tahdid qildi. Uning aytishicha, Oq uy Tehronga adolatli va oqilona bitim taklif qilmoqda. Ular bu taklifni qabul qilishiga umid qilaman. Aks holda AQSh Erondagi har bir elektr stansiyasi va har bir ko'prikni ishdan chiqaradi, deya qo'shimcha qilgan Tramp. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Eron AQShni sulhni buzishda ayblab, Amerika kemalariga hujum qildi. Eron AQSh harbiy dengiz kuchlari tomonidan Eron bayrog'i ostida suzayotgan kemaga qilingan hujumni sulh shartlarining buzilishi deb baholadi. Bunga javoban Eron qurolli kuchlari dronlar yordamida AQShning bir nechta harbiy kemalariga zarba berdi. Mamlakat qurolli kuchlari Xotam al-Anbiyo markaziy shtab vakilining bayonotida aytilishicha, AQShning sulhni buzib, dengiz qaroqchiligi harakatini sodir etgan va Ummon qo'ltig'i suvlarida Eron savdo kemalaridan biriga hujum qilgan. Oqibatda kema navigatsiya tizimi ishdan chiqarilgan hamda unga qarshi AQSh dengiz piyodalari tushirilgan. Eron tomoni AQSh armiyasining dengiz qaroqchiligi va qurolli hujumiga tez orada javob qaytarilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, bayonotda hujumga uchragan Tauska konteyner kemasi Xitoydan Eronga yo'l olgani qayd etilgan. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bayrog'i ostida harakatlangan yuk kemasiga AQSh raketa esminetsi tomonidan zarba berilganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, kema ekipaji buyruqqa bo'ysunmagan, harbiy kema uchun dvigatel bo'limiga zarba berib, jiddiy shikast yetkazgan. Keyinchalik Sandcom voqea tafsilotlarini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari Eron kemasi ekipajini 6 soat davomida blokadani buzayotganidan ogohlantirayotganini bildirgan. Shundan so'ng ekipajga dvigatel bo'limini tark etish buyurilgan va esminets 5 dyumli MK-45 to'pidan zarba berib, kemaning harakat tizimini ishdan chiqargan. Shundan keyin AQSh dengiz piyodalari Tauskaning bortiga chiqqan. Xitoy navbatdagi qadamni tashladi. Harbiy faollik doimiy bosimga aylandi. Xitoyning Liaoyin aviatashuvchisi kemasi 20-aprel kuni Tayvan bo'g'ozidan suzib o'tdi. Bu haqda Tayvan mudofaa vazirligiga tayanib Reuters xabar berdi. Aviatashuvchi 2025-yilning oxiridan buyon ilk bor mazkur suv yo'lidan o'tishidir. Tayvan harbiylari kemaning harakatini doimiy va yaqin kuzatuv ostiga olganini bildirdi. Vazirlik kemaning oq-qora suratini e'lon qildi. Unda aviatashuvchi palubasida bir nechta qiruvchi samolyot va vertolyotlar ko'rinadi. Xitoy mudofaa vazirligi ushbu holat bo'yicha hozircha izoh bermadi. Pekin Tayvanni o'z hududi deb hisoblaydi. Taipei esa Xitoyning orol tarafidagi deyarli har kungi harbiy faolligini demokratik hukumatga nisbatan bosim kampaniyasi deb baholaydi. Oxirgi marta 2025-yilning dekabr oyi o'rtalarida Xitoyning eng yangi va zamonaviy Fudzan aviatashuvchisi bo'g'ozdan o'tgandi. Liaoyin Xitoyning amaldagi 3 ta aviatashuvchisi ichida eng eskisi hisoblanadi. Dekabr oyi boshida ushbu kema Yaponiyaning janubi-g'arbiy orollari yaqinida mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Xitoy Tayvan bo'g'ozi ustidan yagona suverenitetga ega ekanini da'vo qiladi. Taipei va Washington esa buni rad etib, hududni xalqaro suvlar deb ataydi. Rossiya Germaniyani yana bosimga oladimi? Berlin va Moskva o'rtasida taraylik portlash arafasida. Germaniya hukumati Rossiyaning Berlindagi elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirib, Germaniyadagi obyektlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri tahdid qiladigan bayonotlarni keskin qoraladi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan hafta Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina mudofaa sanoati bilan bog'liq deb hisoblangan 21 ta kompaniya ro'yxatini e'lon qilgandi. Ular orasida Germaniyaning kamida 3 ta kompaniyasi ham tilga olingan bo'lib, ularning Ukraina uchun dron yetkazib berishda ishtirok etayotgani qayd etilgan. Rossiya tomoni ushbu korxonalarning joylashuvi va faoliyati haqida ochiq ma'lumot bergan. Vazirlik xabarida o'sha joylar nishonga olinishi mumkinligi haqidagi noaniq takliflar mavjud edi. Yevropa jamoatchiligi nafaqat o'z xavfsizligiga tahdidlarning asl sababini aniq tushunishi, balki o'z mamlakatlarida Ukraina uchun uchuvchisiz uchish apparatlari va ularning butuvchi qismlarini ishlab chiqarayotgan Ukrain hamda qo'shma korxonalarning manzillari va joylashuvini ham bilishi kerak deya yozgan Rossiya Mudofaa vazirligi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi ma'lumot
ma'lumotiga ko'ra, ushbu tahdidlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatni zaiflashtirish va Yevropa Ittifoqining birligini sinovdan o'tkazishga urinish sifatida baholanmoqda. Bizni qo'rqitib bo'lmaydi. Germaniyada har qanday tahdid va josuslik faoliyati mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.